Kanalimiz kanalning qadrli obunachilari, bugungi obzorimizda yangi yil bayrami kelayotganligi sababli Mishalka mikserlarni baholasi zo'r skidka narxlarda qilib bordik. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Bular ishlash prinsiplarini, xarakteristikasini baholasini oldin aytib o'taman. Videoni boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Maksimal o'rtaga hamdonat qo'yinglar. Boshqa turgan barcha mikserlar Mishalkalarni baholasini oldin obzor qilib beraman. Birinchi o'rinda mikserlardan boshlaydigan bo'lsak, mikserlarimizni baholasa 7 litrdan 54 litrgacha hozir nalichi mavjud. Bu mikserlarimiz HS30 modellarimiz bor, HS20, HS54 modellarimiz bor. Har xil turdagi spiral mikserlarimiz hozir nalichida mavjud. Orqada ko'rib turganlaringiz 15, 20 har xil hamda eng jajji bo'lgan B7 mikserimiz ham bor. Uni lyuks kopiyasi va prostoy yupskasidan chiqqan mikserlarimiz B7 mikserlarimiz. Hozir hammasi ishlashni, necha volt ishlaydi, narxlarini aytib o'taman. Birinchi bo'lib boshlaydigan bo'lsak, xuddi shu mikserdan boshlaymiz. Bu mikserimiz HS30 model bo'ladi. Mana birkalarga yozib qo'ygan. Bu HS30 modelimiz 220 ta ishlaydi, spiral mikser bo'ladi. Qopqog'ini ochganingizda bu mikser turganlar ishlamasligi mumkin. Nimaga aytsanglar, buni biz bezopasnosti bo'lganligi sababli qopqog'ini yopganlaringdan keyin ishlashni boshlaydi. Orqasida tugmasi bo'ladi. O'sha bosilgandan keyin ishlashni boshlaydi. Bu narsani bistrostoplari bo'ladi. Tez sekin aylantiradi va stop tugmasi, taymerlari ham bo'ladi. Bu mikserimiz narxini $760 qilib beramiz. Xudo xolasa 6 oy servisli garantiyalar bilan agar telefon aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa $10 Bunday spiral mikserimiz HS20 model bo'ladi. Bu xuddi shuni kichkinaroq hisoblanadi. Bu xuddi shunaqa ko'rinishi, old faqat bir xil, lekin hajmida kichkinaroq farq qiladi. O'shuni hisobiga narxi $535 qilib beramiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda bo'ladi. Orqada esa xuddi shu mikserlarimiz eng kattasi gigant hisoblanadi. HS50 model bo'ladi. 54 litr xudo xolasa suv sug'oradi. Buni xuddi shunday ko'rinishi, korpuslari bir xil bo'ladi. 6 oy servisli garantiya bilan qilib beraman. Bu ham 220 deb bemalol ishlayveradi. Bistrostop ham yo'qlari bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, $950 qilib beraman. O'tiladigan xonalar bo'ladi. Yonida mikserlarimiz hammasi bilan spiral mikserlar hisoblanadi akalar. Opalar, hammasi spiral mikser, seriya qopqog'li hamda ko'p qopqog'li. Bular bunisi 54 litr, 30 litr, narigisi ham 40 litrli, 15, 30, 54 litrli hammasidan bor. Narxlari keladigan bo'lsak, bunisini $960 qilib beraman, yonisini 660, bunisi 560, kattarog'ini $780 qilib beraman, ko'p qopqog'li. Yonisini $660, ham narigisi $610 qilib beraman. Xudo xolasa shuncha o'tgan narxlarda skidga qilib olganmiz narxlarda. Kelsanglar telefonlashib, lokatsiyalarni yashab beraman, muammosi yo'q, o'rib olib ketishlar mumkin. Dastavka qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Xo'p, endi orqada mikserlarga keladigan bo'lsak, bu mikserlarimiz 3 xil, 4 xillari bor. 10, 15, 20, 30 litrli mikserlarimiz ham bor. Bular narxlariga keladigan bo'lsak, hozir narichi ikkitasidan qoldi. Nariglar siklab hal olib chiqqanimiz bilamiz yo'q. Xo'p, 10 litrlisi narxiga keladigan bo'lsa $330 qilib beraman. 15 litrlisi narxini $360 qilib beraman. 20 litrlisi narxini $410 qilib beraman hamda 30 litrlisi narxini esa $440 qilib beraman. Xudo xolasa o'tiladigan xonalar bo'ladi. Bularni 6 oydan servisni garantiya qilib beraman. Eng kichigi, eng kenjasi bo'lgan B7 modelimizga keladigan bo'lsak, B7 modelimiz ko'rinishlari, korpuslari xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi akalar mana. Bu lyuks kopiyasi. Chista bu professionalniy B7 model bu. Вообще качество bomba kelgan. Mana bu elektrический bo'ladi. Bu ham to'kis kupesiga elektrический, lekin вообще качество bombasiga $420 qilib beraman. Narxiga lekin arziydan o'zim ishlatib ko'rdim. B7 modelimiz skidkada $195 qilib beraman. Xudo xolasa ulgurib qolinglar. Bunaqa narxda hech qachon topa olmaysizlar. 600 vattli bo'ladi, 220 da ishlaydi, 3 xil nasatkasi bo'ladi. Akalar, opalar, xudo xolasa yangi chiqganligi sababli shuncha o'tgan narxlarda skidga qo'ydik. Xo'p, endi mishalkalarga o'tadigan bo'lsak, mishalkalarimizni qattiq xamir uchun va yumshoq xamir uchun mo'ljallangan mishalkalarimiz ham bor. O'zdan ko'rib turishlar mumkin. Yumshoq xamirga mo'ljallangan mishalkalarimiz 10 kilodan 50 kilogacha bor. Turkiyani, neli hamda chag'dash yurmasligi bo'ladi. Bu modellarimizga ham 6 oylik servisni garantiya qilib beraman. Hammasi 220 da bemalol ishlayveradi. Narxlari keladigan bo'lsak, 10 kilolisini $450, 15 kilolisini $490, 25 kilolisini $630, 35 kilolisini $690 hamda 50 kilolisini $800 dan qilib beryapmiz. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar o'tiladigan xonalar bo'ladi.
Amir uchun bundan yangi mishalkani hammasini olib kelib qo'yganmiz. Bu eng jajjisi 7,5 kilolik bo'ladi. Bu ham 220 da ishlaydi bemalol. Buni 6 oy servisiga garantiya qilib beraman. Uch xil ko'rinishda 15 kilolik, 12,5 kilolik, 25 kilolik, 35 kiloliklari ham bor. Bularni aqlli keladigan bo'lsak, mana bu turib qolsa-ku ko'rsatib o'taman. Bu narxini 300 dollar qilib beryapmiz. Narigi 15 kilolik lekin tugab qoldi, xudo xolasa yo'lda kelyapti. Ulardan ham keladi. 15 kilolikni 350 dollar qilib berdik. 25 kilolikni 430 dollardan qilib berdik. 35 kilolikni mana bu ko'rinishda bo'ladi. 35 kilolikni narxini xudo xolasa 690 dollar qilib beramiz. 50 kilolisi bor, 50 kilolisi narxini esa 810 dollar qilib beramiz. 50 kilolisi lyuksi ham bor. Lyuksi narxini 890 dollar qilib beramiz. Xudo xolasa hammasi 6 oy servisi garantiyalari bilan chiqadi. Hammasi 220, 380 liklar ham bor. Pastga nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib orasida butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Uch ko'rib turgan mishalka nimani olganlaringdan keyin xudo xolasa обязательно bitta olasan, ikkita olasan, bonuslar qilib beraman. Pastga nomerlar qoldirib aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin. Video manfaatli bo'lgansa like, komment yozib qo'yasizlar.